AirPods 2 kopiya modeli Air R02. Ixcham upakovkali AirPods, hamyonbop. Komplektida AirPods'imizni o'zi va zaryadlash uchun iPhone USB bo'ladi. AirPods'imizni original AirPods 2.2 bilan o'lchamlari bir xil o'lchamda. Original AirPods chexollardan foydalansak bo'ladi, faqatgina iPhone USB orqali 5 vatli adapter bilan zaryadlaymiz. Simsiz zaryadlash yo'q, sababi juda ham hamyonbop bo'lgan AirPods. Quloqchinlarga keladigan bo'lsak, Bluetooth versiyasi 5.0 bo'ladi, 10 metr masofada ishlab beradi. AirPods'imizni iPhone telefonlariga animatsiya orqali ulanadi. Ko'rishingiz mumkin, animatsiya chiqadi. Quloqchinlarning nastroykasiga dostуп bor. 2 marta urganimizda Siri yoki play yoki pauza, keyingi trekka o'tkazish hammasini o'zimizga moslab sozlab olsak bo'ladi. Ovozini sifati juda ham yaxshi, baland chiqaryapti. Baslarni ham sifatli chiqarib bera olyapti. Quloqchinni mikrofoniga keladigan bo'lsa, mikrofon sifati juda ham yaxshi. Suhbatdoshimizga sifatli ovoz yetkazib bera olyapti. Quloqchinlarning zaryadiga keladigan bo'lsak, to'liq zaryad bilan quloqchinni o'zi 1,5-2 soat davomida baland ovozda ishlab beradi. AirPods'imizning sifati yaxshi, mikrofonni sifatiga alohida bitta 5 juda ham yaxshi ishlayapti. AirPods 2.2 kopiya Air R02 modeli.